Sarf etgan ham qolmabdi. Anicho. Cho'ntagini ol. Qachon bir ro'molcha olib yurishni o'rganasan-la? Qachonda ro'molcha olib yuradigan bo'lib qolding? Uylanganman. Bugun toqqa chiqaylik. Bo'ldi? Otang kiyimlarini tayyorlab qo'y, bugun toqqa chiqarganmiz. Qanaqa toq? Sizlardan gaplashib qo'y, futbol o'ynaymiz, mazza qilib. Bo'lmi? Ha, futbol. Ota, Chelsea formasini tayyorlab qo'y, bugun futbolimiz bor ekan. Sizga mazza ekanda, kiyimlaringiz tayyor turar ekanda. Uylanganman. Aka bola, mazam hayot. Asadga o'ynab, alamni sanda olaman. Tushundingmi? Asadga o'ynamay keling. Nima bo'ldi? Ya o'z kattalar to'g'ri aytishgan ekan. Uylansang, to'rtga bir oy nimasi bo'ladi. Qolgan janjal bo'ladi deydi, ishonmadim. Mana soat 12 ga bilan yurishi bilan janjal boshlandi. Nima bu qizga layk bosgansiz, buni qisgan. Ezordi. Sayin tunab yemasdan chiqib keldim ko'chaga. Burni yoqib ketdi. Yo'q. O'sha ro'molchami yo'q-da o'sha.